qo'yaman. Hammamizning bu dunyoda mo'tabar, buyuk zot bu onalarimizdir. Tinglar asta uxlab qolgin. Yuzlaringga tomgan yoshga hayron bo'lma. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin bolajonlarim. Tavakkallaringiz to'ylarga bo'lsin. Yuzlaringiz nurli, so'zlaringiz huzurli bo'lsin. Allohim. Nima niyat qilgan bo'lsalaringiz bolajonim, niyatlaringizga yetib yuringizlar. O'ylaymizki, mana shu jamoa o'rtasida shunday ko'tarinki ruhda, shukronalik his etgan holda mana shunday tadbirlar bo'lsa, demak, ko'nglimiz xotirjam bo'lishi kerak. Chunki pastda targ'ibotda adashmasam sizlar a'lo darajada bajaryapsizlar o'sha ishlaringizni. Va tegishli o'sha bugungi bizlar aytayotgan farmonni ham xalqqa aytib berish kerak. Sizlardan katta iltimos. Hamisha shunaqa qishloqlar bo'ldi. Jannatdagan zamonda yuring. Mana shu insonlar ham mana qishloqlarga xosh bo'lib, aql ayol deganda, u aql ayolimiz kelyapti. Shekaraga proyekt tekishimiz kerak. Amin. Yo'llarimizni bersin.